Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Bizni bu korxonamizga 2005-yilda hurmatli ustozim Atoyev Nuriddin Nasriddinov tomonidan asos solingan. 20 yildan beri biz shifer ishlab chiqarish bilan shug'ullanamiz. Hozirgi kunda butun respublika bo'yicha mahsulotlarimizni tarqatamiz, mijozlarimizga dastavka qilib beramiz. Marhamat, hozir sizlarni ishlab chiqarish jarayoni bilan tanishtirib chiqaman. Shiferga asbest mahsuloti ishlatiladi. Maxsus shifer uchun 565 markasini ishlatamiz. Ko'p zavodlarda 550 ishlatadi, ularda sifat buziladi. Bizda har doim 565 asbestni ishlatamiz shifer ishlab chiqarish uchun. Biz ishlab chiqarayotgan mahsulotlarimizning sifatiga alohida e'tibor qaratamiz. Shu sababdan eng sifatli xomashyolardan foydalanamiz. Sement mahsuloti bizaga maxsus shifer uchun ishlab chiqarilgan. Qurilishga ishlatilmaydigan sement bu, denol deb ataladi. O'zimiz maxsus zakaz qilib, shifer uchun ishlab chiqartirib, olib kelib, o'zimizga ishlatamiz sement mahsulotini. Asbest mahsuloti begun degan dastovka solinadi. Bunda yaxshilab maydalanib, Asbest va sement maxsus texnologiya asosida bir xil konsentratsiyaga kelguniga qadar yaxshilab aralashtiriladi. Yarim tayyor mahsulot GOS standartlari talablariga muvofiq belgilangan o'lcham va qalinlikka keltiriladi. Shundan so'ng maxsus kesish dastgohi yordamida aniq o'lchamlarda kesilib, keyingi ishlab chiqarish bosqichiga yo'naltiriladi. chiqqan shiferimiz har bitta telechkaga 50 ta 50 tadan saqlanib, maxsus konvertverni deyiladi, pechkamiz bor. Shunga 2 soat 3 soat davomida quritilib chiqadi. Bizada har yarim soat 40 minutda liniyadan chiqayotgan shiferni maxsus laboratoriya xonamiz tashkil qilingan. Mana shu yerda har yarim soatda shiferni sifatini qanday chiqayotganligini laborantimiz tekshirib, nazorat qilib turadi. Bu yerda har yarim soatda mana shu liniyadan chiqqan nakat deyiladi. Shu shiferni hali xom shifer bu. Har yarim soatda laborant mustahkamligini, qalinligini tekshirib, mana bu yerda maxsus jurnalda registratsiya qilib, har bir chiqqan natijani yozib boradi. Tayyor bo'lib chiqqan mahsulotimiz, maxsus omborxonamiz bor o'zimizda. 15 kundan 18 kungacha 22-25 gradus temperaturada saqlanib, keyin mijozlarga sotuvga chiqariladi. Korxonamiz Samarqand shahar Spitamin 153 manzilda joylashgan. Orientir Family Park. Murojaat uchun pastdagi raqamlarga aloqaga chiqishingiz mumkin.